Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda o'zbek milliarderi Salimboyvachchaning qizi, otasi va o'zining ochilmagan sirini ochdi. Tezkor xabar: Andijonda kanalga cho'kib ketgan 18 yoshli qizning jasadi topildi. Prezidentni qarshisida she'r o'qib lol qoldirgan yigit orzusiga erishdi. Qarshidagi portlash qanday bo'lgani ochiqlandi. Xushxabar: Toshkent viloyatida koreyalik investorlar bilan avtomobil bozori quriladi. Endi esa batafsil. Salim Abdullayevning qizi otasi bilan nega 16 yil gaplashmagan? Xalq orasida Salimboy nomi bilan mashhur ishbilarmon Salim Abdullayevning katta farzandi Nilufar Abdullayeva bilan Rost24.uz axborot sayti uchun eksklyuziv intervyu tashkil etildi. Nilufar Abdullayeva O'zbekistonda va xorijda mashhur bo'lgan Mursak modalar uyi asoschisi. Bugungi mavqeiga u hech kimning yordamisiz erishganini aytmoqda. Shuningdek, turmushga chiqish arafasida oilaviy kelishmovchilik tufayli o'zi otasi bilan 16 yil gaplashmagan Nilufar buni yoshlikdagi xato sifatida eslaydi. Mana shu noto'g'ri o'ylashim bilan odamni qattiq xafa qilganman, baribir. Endi odamni ham xafa bo'lganlar, endi ona baribir bilasiz, kechiradiganlar. Endi odam qattiq qo'l bo'lganlari uchun baribir mana shu odam xafa qilganimni, men bilasizmi, 23 yil desak bo'ladi-da, 23-24 yil rosa vijdonim meni qiynaldi. Chunki o'sha paytda men o'zim xohlagan odamga turmushga chiqdim. O'sha paytda boshqa odamga erga tegishim kerak bo'lgan edi. Yo, unashtirishgacha borilmadi. Endi men sovg'asini olgan edim, уже to'y bo'ladigan payt edi-da. Endi to'y bo'lishi kerak edi, уже sovg'asini oldim. Yaxshi bola edi u ham. Endi shunaqa payt bilmayman, endi aytadi-yu, ana odam hech kim bilmaydi, bu peshonamdagi ekan-da, men uni men qildim deb ham ayta olmayman. O'shanda baribir odam gaplariga kirmadim. Chunki yaxshi ko'rgan odam o'sha paytda yaxshi ko'rganman. Bo'ladi, shunaqa joningizdan ham yaxshi ko'radigan bo'ladi. Odam o'zi bilan u anaqa qila olmaydi. Baribir sevgi, muhabbat shunaqa narsa, ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi. Hech narsa. O'sha paytda endi men baribir otam bilan onam tushunishdi, yo mayli deb berishdi yerga, lekin odam men bilan 16 yil gaplashmadilar. No, o'sha odam shunaqa odam bo'lsa-la ham men unaqa maqtanib, shunaqani odamni qiziman ham deb ayta olmayman, hech kimga aytmayman ham, chunki baribir hamma odamni men o'zim shunaqa qabul qilaman bir xildek. Bormi, yo'qmi? Chunki hammamiz bir xil inson bo'lsa, bugun bo'lsa ertaga bo'lmasligi ham mumkin. Bu hozirgi yutuqlar, hozirgi baribir mol davlatlar. Shu bilishganda so'rashsa aytaman-da, o'ziga ham aytadi, nimaga sirazi aytmading deb. Men aytaman, shu bilmayman, shuniki yana qanaqadir, men o'ylaymanki, bu maqtanishga kirib qolyaptimi deb o'ylayman-da. O'sha uchun birinchi bo'lib o'zim harakat qilaman hamma narsani yechishga, bu muammoim bo'lsa ham yechishga. O'sha bo'lmagandan keyin, tanib qolgandan keyin albatta o'zim hamma ishlarim yechilib ketadi, chunki baribir odamni hurmat qiladigan odamlar, ularni hurmati uchun ham menga boshqacha muomala qiladi-da. Men undan g'ururlanib yurish uchun emas, baribir nima desa bo'ladi, qabul qilishni ham bilish kerak-da. O'zimni holayman, meni o'zimni ham qabul qilishligini. Tezkor xabar: Andijonda kanalga cho'kib ketgan 18 yoshli qizning jasadi topildi. Avvalroq Andijonda 18 yoshli nevarasini qutqarmoqchi bo'lgan 65 yoshli bobo cho'kib o'lgani va 9 kundan so'ng ularning jasadi topilgani haqida xabar qilingan edi. Voqea haqida qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, bobo va nevara jasadini topish bo'yicha yong'in qutqaruv otryadi tomonidan qidiruv o'tkazilgan. Jarayonning avvalida ular suvga tashlangan hududda g'avvoslar suv ostida qidiruv olib borgan. Ular suvga tashlangan joydan topilmaganligi sababli qutqaruv guruhi 2 ga bo'linib qidiruv olib borilgan. Birinchi guruhda motorli qayiq bilan suv ostida, ikkinchi guruh suv ostida qayiq ortidan qidiruvni davom ettirib ketgan.
Qayiq bilan bir kunda 5 kilometr, suv ostida 2 kilometr masofada qidiruv olib borilgan. Shu tartibda 9 kun davomida qidiruv jarayoni davom etgan. Cho'kish sodir bo'lgan joydan taxminan 10 kilometr uzoqlikda suvning 10 qirg'og'ida nabiraning jasadi, bundan 100 metr masofada boboning jasadi topilgan. Hozirda qizning nima sababdan suvga tashlagani mas'ul shaxslar tomonidan o'rganilmoqda. Qarshidagi portlash qanday bo'lgani ochiqlandi. Ertalab soat 8 ga yaqin uyda o'tirgandim. Qattiq gumburlagan ovoz eshitildi. Gumburlagan ovoz sabab uyimiz eshiklari qarsillab ochilib ketdi. Men issiqda birorta ariston portladimi deb o'yladim. Keyin ko'chaga chiqdim. Portlash bo'lgan tomonga e'tibor qaratmagan ekanman. Keyin mashinalar kelgach sinchiklab qaradim va voqea joyini ko'rdim, deydi ushbu mahallada yashovchi Ziyovuddin Ziyodullayev. Ziyovuddin Ziyodullayevning aytishicha, ushbu namunali uylarning aksariyatida aholi istiqomat qilgan. Otchopar mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan xonadonlarning birida 6-yanvar kuni soat taxminan 8:10 da gaz havo aralashmasining chaqnashi sabab portlash yuz berdi. Mazkur voqea isitish tizimidagi muammo sabab yuzaga kelgan deb taxmin qilinmoqda. Voqea joyiga yetib kelgan favqulodda vaziyatlar boshqarmasining qutqaruv guruhi xonadondan 2 nafar marhumning jasadini olib chiqdi, deydi viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Sohib Vaitov. Daryo muxbiri bilan suhbatlashgan qo'shnilarning ma'lumot berishicha, gumburlagan ovoz ertalab soat 8 da eshitilgan. Ertalab soat 8larda uxlayotgandik, gumburlagan ovoz eshitildi. Chopib tashqariga chiqsak, chang ko'tarilgan ekan. Yordam qilamiz degandik. Keyin favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan odamlar kelishdi va qutqarish ishlarini olib borishdi, deydi qo'shni xonadonda yashovchi Aslan Tuyg'unov. Mahalliy aholining ma'lumot berishicha, 2017-yil foydalanishga topshirilgan namunali uylarning aksariyatida aholi istiqomat qiladi. Voqea sodir bo'lgan xonadon sohiblari esa hali uyga ko'chib kirmagan bo'lgan. Ertalab uxlab yotgandim, bang etgan ovozdan uyg'onib ketdim. Turib soatga qarasam 8 dan 7 daqiqa o'tgan ekan. Keyinroq voqea haqida eshitdim, deydi voqea sodir bo'lgan xonadonga yaqin uylarda yashovchi Avazbek Ahadov. Otchopar mahalla fuqarolar yig'ini raisi Farmon Choshambeyev ommaviy axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortib, voqea joyidan qochib ketdi. Prezidentning qarshisida she'r o'qigan yigit yozuvchilar uyushmasiga qabul qilindi. 2020-yilning 25-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston yoshlari forumida jizzaxlik talaba Sayfiddin Okanov Shavkat Mirziyoyevga o'zi yozgan she'rni o'qib bergan edi. Shundan so'ng Prezident Mirziyoyev yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidga Jizzaxga borib iqtidorli yoshlar haqida ma'lumot to'plab kelishni topshirgan edi. Oradan 10 kun o'tib prezidentga she'r o'qib bergan talaba va u qatorda yana 11 nafar yoshlar O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga qabul qilindi. Toshkent viloyatida koreyalik investorlar bilan avtomobil bozori quriladi. Toshkent viloyati hokimi Rustam Xolmatov, viloyat hokimi o'rinbosari Jamshid Abdusalomov Janubiy Koreyaning Evergreen Motors Co. Ltd kompaniyasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda xorij kompaniyasi ijrochi vitse-prezidenti Kim Ik-dong va viloyat hokimi Rustam Xolmatov ishtirokida viloyat hududida markazlashgan savdo majmuasi faoliyatini yo'lga qo'yish xususida muzokaralar olib borilib, ikki tomonlama kelishuv imzolandi. Kelishuvga ko'ra Toshkent viloyatida Janubiy koreyalik investorlar bilan hamkorlikda avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi markazlashgan savdo majmuasi va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalari ish boshlaydi. Hozirda loyihaning qurilish ishlari uchun viloyat hududidan 1 gektar yer maydoni ajratilgan. Umumiy qiymati 1 million AQSh dollarini tashkil etuvchi loyiha ishga tushirilgach, 100 ta ish o'rni yaratiladi. Loyiha joriy yilning 4-choragiga qadar ishga tushirilishi ko'zda tutilmoqda.